Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa acırız. Bugünkü Washington'da sıdağa acırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü sıdağa 2020 yıl 7. ayının 28. günü haftaga seyşembe. Vaziyet doğrusu gap qilsak, hürmetli vatandaş, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 7. ayının 23. günü Kaliforniyada Prezident Nixon'ning nomidagi kutubxonada nutq so'zlagandan keyingi 5 gün jimjit o'tgan 5 gün deyishga bo'ldi. Bunun bir vaziyat deyish kerak. Belki bunun kaynidan yana portlash xarakterli xabarlar yetib kelishi mumkin. Hozirgi vaziyatning uzoqdan qaraganda. Endiki mavzu sizlarga topshirgan leksiya mavzu mundaq. Jungo Kompartiyasini bo'sig'i-sig'icha qistab keldi. Amerika harbiy aeroplanlari Shanxayga qistab keldi. Mavzular xabar 7. ayning 26. kun Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Savdo urushi yuqumli virus, Hong Kongchi davlat bexatarligi qonuni ve Amerika Jungo qimmat qarashlari o'ttirisidagi zo'r farqdan paydo bo'lgan ikki davlat o'ttirisidagi to'qnash barg'ansira keskinlashmoqda. Amerika bilan Jungo istismiga loyiq yangi so'g'oq munosabatlar urushi davriga kirib keldi. Amerika harbiy aeroplanlari yaqinda Jungo dengiz bo'yi atroflarida chorlashga boshladi. Qatim soni orqa-orqadan yetib keldi. Bugun tushdan burun Amerika taraf 2 dona harbiy aeroplan avatib, Zhejiang o'lkasini, Fujian o'lkasining dengiz bo'ylarida razvet elib bordi. Tushdan keyin yana 2 dona harbiy aeroplan, 1 dona harbiy parxod Shanxay dengiz bo'ylariga yaqinlab keldi. Beijing Universiteti Janubiy dengiz strategik ve vaziyetini bilish plani sahnesi. Twitter'da arka-arkadan bir qancha qatam harbiy aeroplanlarning yo'nalish uchish xaritasini ko'rsatdi. Bu torbit 26. kuni bunda oshkoriladi. Tushdan burun Amerika dengiz armiyasi EP-3 elektorolog razvet aeroplanı Amerika va armiyasi birlashma razvet qilish aeroplanı yana bir qatam Batu dengiz bo'g'oziga uchib keldi. Janubiy dengizga qarab ilgariladi. Bu Amerika harbiy aeroplanlarining Batu dengiz bo'g'ozida 12. qatam paydo bo'lishidir. Amerika bugun tushda soat 12 yana boshqa P-8A belgili suosti parxodiga qarshi harbiy aeroplan avatib Shanxay shahriga yaqinlab kelib vazifa ijro qildi. Amerika Jungo munosabatining vaziyati o'zgardi. Amerika siyosiyonlari Xi Jinpingni qora bosdi deyishdi. Mavzuli xabar 7. ayning 26. kun Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu ikinci xabar vatandaş. Amerika yaqinda jiddiy buyruq tushirib, Jungoning Houston shahrida turishli konsulxonasini taqadi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 23. kuni Kaliforniyada nutq so'zlaganda Jungo Kompartiyasini o'zgartirish to'g'risida butun dunyoga chaqiriq e'lon qildi. Bu nutq tashqari dunyoda urush harpisida xitobnoma e'lon qilish deb qaraldi. Amerikada danglik siyosiyon Avram Friedberg mundaq ko'rsatdi: Xi Jinpingni qora bosdi. Universal matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi: Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nutq so'zlaganda Xi Jinpingni sekretar deb atadi. Agar erkin dünya Jungo Kompartiyasini o'zgartmaydi ekan, undaqda Jungo Kompartiyasi bizni o'zgartirdi dedi va yangi demokratik ittifoq tashkillashni chaqiriq qildi.
ve Cumhuriyet Kompartiyasının yeni zorvan hakimiyetiga birdek karıştırışqa çakırık kıldı. Devlet İşlakatı Mike Pompeo'nun qattiq siyaset notki toğrısida matbuatla ve alimla arka-arkadan tushundirib, urush harpsi, xitobnomasi Cumhuriyet Kompartiyasini jazolash yorliqi deyishdi. Hristiyan Üniversitesi Siyasi Sotsiologiya Xalqaro ishlar professori Fan Yalon 26 kuni Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping eslatma topshirib oldimi? Agar Amerika seni düşman deb qaragan bo'lsa, seni qora beshishga boshlaydi. Ular barliq kuchini ishga solib, sizlar bilan kurash qiladi. Undan keyinki prezidentlar ham o'xshash davlat strategiyasini icra qiladi deb ko'rsatdi Pan Yalon.